Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz sizlar bilan qazi tayyorlaymiz. Qazini bu pishgan holati, qazini pishirish jarayonlarini ko'rsatib o'taman. Men ikkita pishirilmagan mana qazini yuvib, tozalab oldim va buni teshib chiqishimiz kerak. Igna yordamida teshib chiqdim. Ignamizni birinchi spirt bilan men artib oldim. Zubachestka bilan teshsak ham bo'ladi, lekin zubachestka qaynagan payti yorilib ketishi mumkin. Ochilib ketmasligi uchun igna yordamida teshib chiqdim. Xuddi ko'rib turganingizdek har joylariga mana shunday shaklda teshib chiqamiz. Qazini pishirish oson, faqat bunga ko'proq vaqt ketadi. 3 soat, 3,5 soat vaqt miltillab qaynab turishi kerak. Mana shunday hamma joyini teshib chiqamiz, igna sanchib chiqamiz. Shu yerda yana bitta maslahat berib o'taman. Qazilarimizga 3-4 tuyur go'sht ham qo'shsak, keyin pishib chiqqandan keyin norin qilib olishimiz mumkin. Tuxumga bir zo'rg'a xamir qorib, norin tayyorlashimiz ham mumkin. Suvi juda ham shirin, mazali, yog'li bo'lib chiqadi. Hozir qazini o'zini pishirib ko'rsatyapman. Keyingi safar norin ham qilib ko'rsataman. Teshib chiqqanimizdan keyin qozonga suv solamiz. Qazilarimizda ko'mguncha suv solib, yaxday suvga kam bo'lsa suv solamiz, ko'p bo'lsa ham qaynab kamayadi. Gazga qo'yamiz. Qaynab chiqqandan keyin ustiga ko'piklar o'zi ajralib chiqadi. Mana hali qaynagani yo'q, lekin ko'piklar ajralib chiqyapti. Mana shunaqa oppoq ko'piklarini olib turamiz. Qaynash davomida mana shunday ko'piklar ajralib chiqadi. Qaynagandan keyin pasaytiramiz tagini. Qattiq qaynamaslik kerak, bir me'yorda miltillab qaynab turishi kerak. Shuni ham aytib o'tay, suvga hech narsa qo'shmaymiz. Tuz, yog', hech qanaqa priprava qo'shmaymiz. Chunki qazimizni o'zini ichidagi pripravalarini, tuzlarini, yog'lari suvga chiqadi. Hozir ko'rib turganingizdek mana shunday miltillab qaynab turishi kerak. Pripravalari bilan achchiqroq bo'ldi. Yana qaynoq suv solib, ustiga xamirlab pishirib kessak bo'ladi. 5 barmoq qilib pishirib olsak ham bo'ladi yoki norin qilib pishirsak ham bo'ladi suvga. Mana ko'rib turganingizdek mana shunday miltillab qaynab turadi. Men 3 soat davomida qaynatib pishirib oldim. Juda ham shirin, yumshoq bo'lib pishdi. Moylari mana shunday chiqadi o'zi suvga. Mana qazilarimiz ham pishgan, tagini o'chirib qo'ydim. Suvi soviguncha qazisini ham olmadim ichidan. Suvi bilan birga sovidi. Keyin suvdan chiqarib xona haroratida ham sovutdim. Birdan xolodilnikka qo'yish bo'lmaydi. Xona haroratida sovutib olamiz. Qancha yaxshi sovib, qattiq bo'lsa kesilishi tekis bo'lib chiqadi. Shunday ham men kutmasdan kesdim. Mana shunday chiroyli kesildi, yumshoq bo'lib pishdi. Uyda pishirib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman hammaga. Issiq bo'lib pishgan payti baribir ta'mi boshqacha bo'ladi. Videomiz yoqgan bo'lsa like bosamiz. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.